Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 28-aprel kunidan 1-maygacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Hamma tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotimiz boshqalarga ham tezda yetib borishligi uchun bor yo'g'i ushbu video rolik ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 12-7 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-30 aprel kunlari 28-33 daraja. 1-may kuni 25-30 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-29 aprel kunlari 26-31 daraja. 30-aprel va 1-may kunlari 28-33 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, kanalimiz bundan-da tezroq rivojlanishi uchun bor yo'g'i video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, xayr salomat bo'ling.